Yaqında Xitoy axborot turlarining xabar qilishicha, Xitoy Kompartiyasi atalmish tuvan kirimlik oilalarning turalg'i qiyinchiligini yaxshilash degan bahona bilan 2018-yildan 2020-yilgacha butun Sharq Turkistondagi shahar bozorlarda 1,281,000 yurish arzon baholiq ijara uy qurilishi tamomlagan. Atalmish arzon baholiq ijara uylar texmi ko'p oilalarning tinch yashash orzusini amalga oshirdi deb madihalangan. Halbuki atalmish amin uy qurilishi chet ellardagi kuzatuvchilarning qarashicha, Uyg'urlarni uy zaminlaridan ayirib, ularni ma'lum bir rayonga to'plash, ularni iqtisodiy kir manbasidan ayirishni maqsad qilgan. Ilgari bu vaqtda Sanji, Michuan, Aqsu, Xotan, Qomul va boshqa joylardagi avlod yashab kelgan zaminlardan majburiy qo'g'langan Uyg'urlar arzon baholiq ijara uylarda o'tirishga majbur bo'lganligi xabar qilingan. Bundaq arzon ijaralik amin uylari janubdagi 4 viloyat va oblastda muhim qurilish sifatida yo'l qo'yilgan bo'lib, hozirgacha ommaviy turalg'i rayonning 60% ni egallab olgan. Yaqında Xitoyning har qaysi xabar to'rbatlarida tarqatilgan xabarda Sharq Turkistonda yezi turalg'i qurilish turlarining tamomlash nisbati 54,94% ketib, 2020-yilda 75,000 yurish uy bitganligi, uy ko'lami 40-60 kvadrat metr ekanligi, yillik planning 94%dan ortiq o'rindalganligi xabar qilingan. Kuzatuvchilarning qarashicha, Uyg'ur xalqini o'z makonlaridan, yerlaridan majbur ayirib, qatnash qolaysiz, turmush aslalari nachar, atroflari echilmagan qaqasliq joylarga o'tkab, taraqqiy qilishdan to'sib ibtidoiy holatda qoldirish degan. Xitoy hukumati Sharq Turkistonda 2017-yildan boshlab Uyg'urlarni keng ko'lamli tutqun qilishni boshlagandan keyin, ichki o'lkalardan Xitoylarni Sharq Turkistonga ko'chib kelsa, har xil yuqori imtiyoz, ya'ni xizmat, uy, yer, naqd pul qatorliqlar bilan ta'minlaydiganligini e'lon qilgan. Hozir ko'chib kelgan Xitoylarga bekorlik uy, bekorlik yer berilganligi haqidagi videosining ko'rinishlari, e'lonlari ochiq-oshkora Xitoy to'rbatlarida tarqalmoqda.